Assalomu alaykum hammaga. Viloyatdagi umumta'lim maktablarida ochilgan sport klublar, RP sport tizimida yaratilgan sport klublarni o'tgan o'quv yilini 2024-2025 o'quv yilini yakunlamagan umumta'lim maktablarimiz ham mavjud. Shularda hozir yuzaga kelayotgan texnik muammoni bartaraf qilish bo'yicha qisqacha videorolik qilib ko'rsatamiz. Bunda maktab profiliga direktorda One IDs orqali kirganimizdan keyin mana Dehqonobod tumani 39 umumta'lim maktabiga misolda ko'rsatib beraman. Birinchi qiladigan ishimiz 4-ta'lim axborot tizimiga kiramiz va bu yerda ko'ramiz. O'quv yilini tugatish bor. O'quv yilini tugatish mana hujjat raqami 7. Bu muassasa mas'ullari 7 marta o'quv yilini tugataman deb uringan, tugamagan, o'chirib tashlab yana yangitdan yaratavergan. Buni yaratishdan oldin sizda buni tasdiqlashda hozir mana ko'zchani bosamiz. Tasdiqlash xatolik beryapti. Oldin xatolikni bartaraf qilib olish uchun orqaga yuramiz. Guruhga ko'ramiz. Guruhga Sport trening biriktirish kirganingizda mana shunaqa holat turadi. Siz filtr tugmasini bosib, o'tgan o'quv yilini tanlasangiz, o'tgan o'quv yili guruhlaringiz ko'rinadi. Ko'ringandan keyin guruhni solishtiring. Mana bu guruh mana. Futbol sessiga bir guruh, Abdiyev Ilhom Nurali o'g'lining guruhi. 16 sportchi bor. Mana bu yerda ham xuddi shu trener, xuddi shu sportchi mana Abdiyev, Azizbek, guruhlarni duplikat qilib qo'yishgan. O'zlari bilmagan holda mana 3 ta. Xuddi shunday. 3 ta guruh duplikat bo'lib qolgan. O'quv yilini tugataman desangiz, shu uchun sizda xatolik beryapti. Ayrim maktablarimizda bu guruhlar, misol uchun 70 ta mana 5 ta guruh bor bunda. 60 ta, 70 ta bu duplikat qilib tashlashgan. Shunda har bir guruhdan bittadan qoldirguncha guruhni bekor qilib qolganlarni o'chirib chiqish kerak. Mana misol uchun hozir 3 ta duplikat bo'lgan. Ko'zchani bosamiz. Bekor qilishni bosamiz. Bosdik. Bittasi bekor bo'ldi mana. Udali tugmasi chiqdi degani bekor bo'ldi degani. Keyingisini ham ko'zchani bosamiz. Bekor qildik. Filtrda bosib o'ylab o'tsak, mana ikkitasi bekor bo'ldi. Bir, ikki, mana ikkitasi bekor bo'ldi. Mana bunisi qoldi. Xuddi shu guruh. Bunisini bekor qilmaymiz. Bunisi qolsin. Agar yana bitta bo'lganda buni ham bekor qilardik. Yoki mana bu guruhdan yana xuddi shunday ikkita duplikat bo'lganda uni ham bekor qilib, ikkitasini udalit qilib, bittasini tasdiqlangan holda qoldirardik. Endi buni udalit qilamiz desak, mana xatolik beradi. O'quv yili hujjati yaratilgan deydi. U uchun udalit qilishdan oldin o'quv yilini tugatishga o'tib, mana bu hujjatimizni o'chirib tashlaymiz. O'chirib tashladik. Endi guruhga biriktirishga kirib, biz ikkita bekor qilgan guruhimizni o'chiramiz. Bittasi o'chdi. Yana o'quv yilini tanlab, mana keyingi bekor qilganimiz, mana bu ham o'chdi. Voleybol sessiga Nuraliyev bu guruhni nimagadir bekor qilishgan. Tasdiqlab qo'ysak, mana tasdiqlab qo'ydik. Bu guruhni nimaga bekor qilishgan bilmadim. Bo'ldi. Mana 3 ta sport turidan 3 ta guruh qoldi. Agar futbol sessiga 2 bo'lib turib, sportchilari, ichidagi sportchilar boshqa sportchilar bo'lsa, u ham qolishi kerak. Uni ham bekor qilib o'chirish shart emas. Endi o'quv yilini tugatishga o'tamiz. Hech narsa yo'q, o'chirib tashladik. Yaratish. Ana 8-raqam keldi, o'sha oy 7-edi. Sentyabr avgust oyining 30-sanasi bilan tugatib qo'ysak, o'quv yilini tanlaymiz. Qaysi o'quv yilini tugatish so'rayapti. Izohga mana buni kopirovat qilib, o'quv yilini tugatish oldidan yozib qo'yishingiz mumkin. 2024-2025 o'quv yilini tugatish. To'ldirishni bosamiz. Mana 3 ta guruhimiz keldi. Saqlash va ko'zchani bosib yana bir tekshirib olishingiz mumkin mana. 30-avgustdan shu joyga e'tibor bering. 30-sentyabr, 30-oktyabr bo'lib qolmasin.
O'chgan bosib tasdiqlash. Tasdiqlandi, o'quv yili tugatildi. Endi keyingi qiladigan ishimiz shu sportchilarni agar mana shu guruhdagi o'quvchilar hali ham shu tugarakda turgan bo'lsa, maktabni bitirib ketishmagan bo'lsa, klonlashni bossangiz, yangi o'quv yiliga avtomatik ko'chadi uchalasi ham. U videoroligimiz gruppamizda bor. Hozircha sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganimiz mana shu. O'quv yilini yakunladik, bo'ldi. Bemalol keyingi o'quv yili uchun ish faoliyatini olib borish mumkin.